Assalomu alaykum aziz obunachilar, yaxshimisizlar? Aytsam tilim, aytmasam dilim deydigan gap bo'ldi. Va nihoyat mana shu apparatni Xitoydan chaqirtirib olib keltirdim. Bu bilan bo'layotgan holatlarni aytib o'taman. Bundan oldin men tarsofka oldim, videoda ko'rishingiz mumkin. Keyin lentichni pila ham oldim. Lentichni pila ham kesa olmadi, tarsofka ham kesa olmadi. Oxiri internetdan ko'rib Xitoydan mana shuni chaqirtirib olib keltirdim. Afsuski bu ham kesa olmadi. O sababini ham aytib o'taman bir boshdan. Kelgan paytda uskuna arasiz kelibdi, arasi yo'qolgan ekan. Toshkentdan mana bu akadan apparatni oldim, diskni oldim, apparat debman. Hozir nimasini ham ko'rsataman. Mana bu yerda mana nomeri ham bor. Xabar bo'lmasin, shu aka video ko'rayotgan bo'lsa, aldab sotdi mana shu arini menga. Bu temirni ekan birinchidan. Ikkinchidan aka nejikani kesadi, lekin garantiya beraman, magazindan olishim sizni bo'yningizda dedi. Hay deb olib keldim. 1 million 200 ga kesmadi. Keyin yana Xitoyga chiqdim, postavchikka. Arrang kelgani yo'q dedim. Yana u ikkita arra jo'natdi. Keyin kutib turdim kelishini. Kelgandan keyin qo'yib ko'rdim. Arrani o'zini ham kestirdik. Pnevmatiskiy apparat bo'ladi bu. Pnevmasi bilan ham kesdik, bo'lmadi. Pnevmasini optaylab yana bitta arrani qo'yib kesdik, bo'lmadi. Mana shunaqa arradan jo'natdi. Bu zo'r bu dedi, lekin bu ham kesa olmadi. Aytishingiz mumkin, nimaga sen tarsofka bilan, oddiy atreznoy tarsofka bilan kesmayapsan deyishingiz mumkin. Ob'yom 500 metr birinchidan, ikkinchidan har bitta kesgan joyimdan keyin mana bunaqa shlaklar qolyapti. Shlaklar ham kesilgan tarsofka bilan. Mana bu qorasini yo'qotish to'g'ri kelyapti. Va ichi tomon zang uradigan ehtimoli ko'proq bo'ladi. Chunki qolib ketyapti shlaklari. Mana bu yerdan ko'rsatishim mumkin mana. Mana shunaqa qora qolyapti. Ishning sifati yaxshi bo'lsin deb shunga harakat qildim. Mijozam aytdi, mayli tarsofkada kesaver dedi. Yo'q deb, men yaxshiroq bo'lsin sifatga va tezroq bitqizaman deb o'yladim, lekin yanglishgan ekanman. Va mana bu apparatda kesa oldim mana. Kesishlarni qaranglar, 45 ni ham chotki qilib chiqardi. Hech qanday muammo bo'lgani ham yo'q, hammasi joyida. Lekin arrasi o'zi yetib keldi buni. Ikkita arrasi ham qo'ydi. 8 ta dona kesdim, ikkita arrasi ham qo'ydi. Apparat o'zi kelgan narxi ancha qimmatga tushdi menga. Mayli deb oldim, lekin shunaqa bo'ldi. Nima maslahat berasizlar? Nima qilib ko'rsam yana bo'ladi?